Minecraft'dagi men 10 ta sirni o'rgataman sizlarga. Mana birinchi sir. Minecraft'dagi birinchi sir. Hozir. Agar kimki birinchisi Minecraft'dagi agar kimki mana bu ismni qo'ysa bir qanaydir mobga mana hozir katta harf bilan D I N N E R P O N E mana tayyor. Endi qarang, agar kimdagi mana shu ismni birovga qo'ysa teskari bo'lib qoladi maniki. Ko'rasizmi, teskari. Sizlar bilmagan birinchi sir. Yorug'lik 3 qilyapti. Yana yorug'likni ko'paytirish kerak. Minecraft'ning hozir 26.1 versiyasi chiqdi. Bu eng yangi versiya. Moblar shunday yangilanganki, hozir oltin gul ham chiqqan. Shuni agar bitta noga qo'ysangiz, u o'z holida qolaveradi. Ikkinchi sir. Ikkinchi fakt. Java Edition va Bedrock Edition. Bedrock Edition'da mana mash'alalar yorug'lik taratmaydi. Uchinchi fakt. Bu yog'ini og'zaki tushuntiraman. Uchinchi fakt. Odatda Vardenning uyi qorli tog'larning ostida bo'ladi. To'rtinchi fakt. Agar arining uyi bo'lsa, ari asal tayyorlaydi. Agar ostiga, tagiga gulxanni qo'yib, asalini idishga olsangiz bo'ladi. Beshinchi fakt. Creeperni chaqmoq ursa zaryadlangan creeperga aylanadi. Shu creeperni agar masalan zombi, skelet creeper oldida portlatsangiz, ularning kallasi tushadi. 6-chi fakt. Creeper portlaydi. Creeper hamma narsani buzib qo'yadi-ku. Agar oldiga suv qo'yib qo'ysangiz, u portlay olmaydi. 7-chi fakt. Minecraft'ni pulga yuklab olish mumkin. 8-chi fakt. Minecraft'da eng kuchli mob bu Varden hisoblanadi. Chunki uni 500 ta joni bor. Va eng kuchli boss Wither. Chunki uni Java versiyada 300 ta joni bor. Minecraft'ning eng katta ramzi bu Creeper. Bu Creeper xato ketgan cho'chqa versiyasidir. Cho'chqani yaratmoqchi edi, Creeperga aylanib qolgan. Shuning uchun ham Creeper ramzi hisoblanadi Minecraft'ning. 9-chi fakt. Minecraft Shvetsiyada yashovchi Nochperson ismli odam yaratgan Minecraft'ning. Bor yo'g'i 6 kunda yozib chiqqan. 10-chi fakt. Minecraft'ni hozirda Nochperson $2,5 milliard Mojang Studios kompaniyasiga sotgan.
Bu kompaniya Amerikada faoliyat yuritadi. 2014-yil Notch Pearson Jack Mojang Studios'ga Minecraft'ni sotgan. $2,5 milliard. Sizga shularni aytmoqchi edim. Xayr. Bo'pti.